Kişilik hüquq təşkilatı İrlandiya Baş İdarəsi və Tambojni idarələrə tələb sunub, Şinjan paxtasıdan işlənən məhsulotlarning İrlandiyaga import qilinishini cheklashni talab qilgan. İrlandiya vaqti gazetining xabar qilishicha, arzdorlar İrlandiya Baş İdarəsi və Tambojni doiralariga Xitoydan import qilingan paxta mahsulotlarining Uyg'ur majburiy əmgəgiga chetishlik ekanligi, ularning munosabatli qonunlarga amal qilib, bu xil mahsulotlarni cheklash majburiyati borligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu talabni Yer shari qonuniy harakat to'g'ri nomli tashkilot bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi birlashib sungan bo'lib, ular talabnomada agar doiralar bu mahsulotlarga cheklama qo'yilmasa, o'zlarining Lyuksemburgdagi Yevropa ittifoqi adolat qonuniga arz qilganligini aytgan. Kişilik hüquqni ko'zatish tashkiloti 10-oktyabr bayonot e'lon qilib, har qaysi hukumatlarni Xitoy Kompartiyasining 20-qurultayida qayta huquq tutishi aniq bo'lgan. Xitoy rahbari Xi Jinping 3-navbat qayta huquq tutgan mezgilda Xitoyga kişilik huquqi hurmat qilish haqida besim ishlatishni talab qildi. Bayonotda kişilik huquqni ko'zatish tashkilotlarining oliy darajalik tadqiqotchisi Maya Wangning ta'kidlashicha, Xi Jinpingning kişilik huquq dafsandichiligini cheklashda natija xarakterlik tadbirlarni elishi zarur ekan. Bayonot yana Xi Jinping huquq tutgan yaqinqi 10 yil mobaynida ommaviy tashkilotlarning buzg'unchiligiga uchraganligi, tanqidchilarning qamoqqa ilinganligi, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning xohlagancha tutqun qilinib, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi eskartilib, huquqdan mahrum qilingan fuqarolar ustidan huquq yurgizayotgan bu siyosiy rahbar Xitoy uchun emas, balki dunyo uchun xatarlik deyilgan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen 1912-yili qurilgan va Tayvandagi hukumatning boshlanishi deb qaralgan Xitoy Jumhuriyatining xotir kunida qilingan so'zida Tayvan bo'g'ozining ikki tarafidagi tinchlik va muqimlikni ilgari surish kerakligini aytdi. U buni amalga oshirish uchun ikki taraf o'zaro moslasha oladigan o'rinlashtirishning lozimligini ko'rsatdi. Tayvan xalqining demokratiya va erkinlik va'dasiga daxl-tarz qilmaydiganligini ta'kidlagan Tsai Ing-wen, "Men Beijing doiralariga qurolliq to'qinishning har ikki tarafning hal qilish chorasi emasligini aniq bildirmoqchi dedi. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi von der Leyen Estoniyada o'tkazilgan Tallinn raqamli boshliqlar yig'inining ochilish marosimida so'z qilganda, tabiiy gaz va neftni Rossiyaga tayinib qolgan bir ahvolning oz uchraydigan tuproq elementlarida Xitoyda qayta takrorlanmasligi kerakligini aytdi. Von der Leyen bu sababdan o'zlarining Yevropa xalqlik xom material qonunini tadqiq qilayotganligini bayon qilib, o'zlarining ishonchli sheriklar bilan bu sohadagi ta'minlash zanjirini ko'p xillashtirishni planlaganligini tilga oldi. Xitoy Savdo ministrligining bir bayonotchisi dushanba kuni Xitoy Amerikaning yerim o'tkazgich o'zaklariga yangi eksport cheklamasi qo'yishiga qat'iy qarshi turdi. Chunki bu ikki davlatdagi sheriklikning normal savdosiga og'ir ta'sir ko'rsatadi va yer shari sanoat va ta'minlash zanjirining muqimligiga tahdid soladi dedi. 10-oyning 7-kuni Amerika hukumati yerim o'tkazgich texnikasi va uskunalarining Xitoyga sotilishini cheklash uchun keng ko'lamda yangi tadbirlarni e'lon qilgan edi. CNN'dagi xabarlarga qaraganda, Atlantadagi Curtis Philip Jackson xalqaro aerodromini o'z ichiga olgan Amerikaning har qaysi joylaridagi 14 ommaviy aerodromning to'r bekiti bugun atgan to'r hujumiga uchirgan. Egilishicha, rus tilida so'zlashadigan hakkerlar tomonidan qilingan hujum bu davlatdagi sayohat iqimida hech qanday to'salg'i paydo qilmagan.